Assalomu alaykum barchaga. Mana xudo xolisa organik kimyo mavzularini boshlayapmiz. Barchaga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Xo'sh, o'zi organikada asosiy 3 ta bo'lim tilga olib o'tsak bo'ladi. Birinchi bo'lim uglevodorodlar. Keyingi bo'lim kislorodli organik birikmalar. Uchinchi bo'lim azotli organik birikmalar. Bular bir-biridan nimasi bilan farq qiladi desa, uglevodorodlar degani o'zi nomidan aytib turibdi, tarkibi faqat uglerod va vodoroddan tashkil topgan birikmalar nazarda tutilyapti. Tarkib uglerod va vodorod atomidan tashkil topgan birikmalar. Kislorodli birikmalar tarkibida ham uglerod va vodorod atomi bo'ladi. Farqli ravishda kislorod atomi ham mavjud bo'ladi. Azotli birikmalarda ham tarkibida uglerod va vodorod atomi bo'ladi. Farqli ravishda tarkibida azot va kislorod ham uchraydi. Kislorodlisi ham bor, kislorodsiz ham bor. Mana shu asosiy o'rganiladigan bo'limlar hisoblanadi. Endi bizda uglevodorodlar bo'limini alkanlar mavzusi boshlab beradi. Alkanlarni biz boshqacha parafillar deb ham ataymiz. Parafillar. Xo'sh, nimaga bu ikkita nom bilan atalyapti? O'zi alkanlar, parafillar. Parafin nomi qayerdan kelib chiqqan desak, parafin lotinchada kam aktiv, passiv, ya'ni reaksiyaga kirishuvchanligi sust degan ma'nolarni ham bildiradi. Alkanlarga ta'rif beradigan bo'lsak, tarkibida qo'shboq saqlamagan, ochiq zanjirli, to'yingan uglevodorodlarga alkanlar deyiladi. Bundan tashqari biz umumiy tushunchalar bilan tanishib chiqamiz. Umumiy tushunchalar. Umumiy tushunchalarga nima kiradi? Birinchisi umumiy tushunchalarga ma'lumot bilan ajratib olsak, umumiy formulasi kiradi. Umumiy tushunchalarga, ya'ni umumiy formulasi. Alkanlarning umumiy formulasi SnH2n plus 2 formula bilan ifodalanadi. Bu yerda n uglerod sonini ifodalaydi. 2n plus 2 esa vodorodlar sonini ifodalaydi. Buni qanday talqin qilsak bo'ladi? Masalan, aytaylik, SH4, ya'ni alkanlarning dastlabki kenjatoy vakili, birinchi vakili metan. Metan molekulasini biz boshqacha botqoq gazi ham deb atasak bo'ladi. Yoki ikkinchi vakili S2H6 etan. Mana bu uglerodning ostida turgan indeks 2 soni uglerodda 2 ta ekanligini bildiradi. Mana bu umumiy formulaga e'tibor bersalaring, mana uglerod tagidagi n qiymat bu umumiy formulada uglerodning sonini bildiradi va vodorodning tagidagi 2n plus 2 qiymat esa vodorod sonini bildiradi. Xuddi mana bu etan molekulasidagi vodorodning indeksi singari.
yoki metan indeksi singari, metandagi vodorod indeksi singari. Bu umumiy formula talqini. Endi bizda keyingi bo'lim, ya'ni keyingi ma'lumot B ma'lumot bilan tanishamiz. Hosil qilish. Bizga hosil qilish kerakmi o'zi? Agar siz alkanni, ya'ni organikani endi o'rganayotgan bo'lsangiz, hosil qilish orqali moddalarning formulasini eslab qolish qulayroq hisoblanadi. Nima demoqchiman? Ya'ni hosil qilish umumiy formuladan kelib chiqadi. Umumiy formulani biz alkanlarda Sn H2n plus 2 deb oldik. Ularda alkanlarda n ning qiymati 1 ga teng yoki undan katta bo'ladi. Ya'ni birinchi vakilida n ning qiymati 1 bo'ladi. Agar biz n ning qiymati 1 bo'lgan vakili uchun umumiy formula hosil qiladigan bo'lsak, mana shu umumiy formuladan kelib chiqqan holda n larning o'rniga bir raqamni qo'yib chiqamiz. Ya'ni S1 ugleroddan bitta, H2 ko'paytiruv 1 plus 2. Mana bu son bilan harf o'rtasida ko'rinmas ko'paytuvchi bo'ladi. Shuni ham hisobga olamiz. Buni umumiy formulaga keltirsak, ugleroddan bitta, vodorod 2 kara 1 2, 2 ni qo'shsam 4 ta vodorodni tashkil qiladi. Ya'ni birinchi vakili kelib chiqdi. Agar biz n ning qiymatini 3 deb oladigan bo'lsak, bunda umumiy formuladagi n larning o'rniga 3 sonini qo'yib chiqamiz. Ya'ni S3 H2 ko'paytiruv n edi umumiy formulada. Shuni o'rniga 3 qo'yamiz plus 2. Bundan umumiy formula hosil qilsak bo'ladi. Ya'ni uglerod soni 3 ta, vodorodlar 2 kara 3 6, 2 ni qo'shib bersak 8. Yoki n ning qiymati baland bo'lgan vakillarini topib olsak ham bo'ladi. Masalan, n ning qiymati 20 bo'lgan alkan molekulasini hosil qilmoqchi bo'lsak, umumiy formuladagi n larning o'rniga 20 sonini qo'yib chiqamiz. Ya'ni H2 ko'paytiruv 20 plus 2. Bundan formula hosil qilsak, uglerodlar soni 20 ta, vodorodlar soni 2 kara ko'paytiruv 20 40 bo'ladi. 2 ni qo'shib bersam 42. Bu hosil qilish. Yoki biz boshqacha o'sha gamaloid qatorini yodlash orqali foydalansak ham bo'ladi testdan. Keyingi ma'lumot S ma'lumot, bu gamma-logik qatori. Gamma-logik qatori. Gamma-logik qatori. Gamma-logik qator nima o'zi? Gamma-logik qator o'sha bir sinfga kiruvchi bir-biridan bir yoki bir nechta metilen guruhga farq qiluvchi moddalar hisoblanadi. Ya'ni metilen guruh degani mana bu SH2 chiziqcha. Mana shu guruh metilen guruh deyiladi. Mana shunday bir yoki bir nechta metilen guruh bilan farq qiluvchi bir sinfga kiruvchi moddalar qatoriga gamma-logik qator deyiladi. Gomo o'xshash degani. Bu biologiya yoki kimyoni anorganik bo'limlarida ham kelgan. Gamma-logik qatorlariga kimlarni olsak bo'ladi? Masalan, o'zi ularda gamma-logik qatori biz organikada ko'pincha ishlatadigan 10 ta gamma-logik qatori bor. Birinchisi metan. Keyingisi S2H6 etan, S3H8 propan, S4H10, S5H12. Gamma-logik qator davom etaveradi. Faqat men hozir buni nima bilan farq qilishini tushuntirib bermoqchiman sizlarga. Aytaylik, mana bu metan molekulasi
va etan molekulasi bir-biridan nechta uglerod va vodorod atomiga farq qilishini ko'rib o'tamiz. Uglerod etanda metanga nisbatan bittaga ko'p, vodorodlar soni 6 dan 4 dersak 2 ta. Mana bunga e'tibor bersalaring, etan va metan molekulasi bir-biridan bitta metilen guruhga farq qilyapti. Va shu bilan birgalikda biz propan molekulasi bilan pentan molekulasidagi farqni ko'rib chiqamiz. Pentan tarkibida 5 ta uglerod bor mana. Propan tarkibida esa 3 ta uglerod bor. Uglerodlar sonidan ayirsak, uglerodlar 2 taga farq qiladi. Vodorodlar 12 dan 8 ga ayirsam 4 taga farq qiladi. Ya'ni 2 ta uglerod, 4 ta vodorod. Bu degani bizda 2 ta metilen guruh degani. 2 ta metilen guruhga farq qilyapti. Ta'rifda ham aytib o'tgandikki, ular o'zaro bir-biridan bitta yoki bir nechta metilen guruhga farq qiluvchi bir sinfga kiruvchi moddalarni gamoloik qator deb ataganmiz. Gamoloik qator davom etaveradi. Geksan, geptan, oktan, nonan, dekan, 11 taligi, undekan, dodekan, tridekan, tetradekan va hokazo. Endi keyingi ma'lumot bilan tanishib chiqamiz. D ma'lumot gibridlanishi. Gibridlanishi. Xo'sh, bularda qanday gibridlanish mavjud? Alkallarda gibridlanish atomning qo'l uzatishiga qarab aniqlab olsak bo'ladi, eng osoni. Demak, gibridlanishda nimaga qaraymiz desa, atomlarni qo'l uzatishiga qarab aniqlab olamiz. Qo'l uzatishiga qarab aniqlaymiz. Qanday? Aytaylik, mana bu atom. Atom agar ikki tomonga qo'l uzatgan bo'lsa, biz buni sp gibridlanishga ega deb olamiz. Agar atom 3 ta tomonga qo'l uzatgan bo'lsa, demak u sp2 gibridlanishga ega. Agar atom 4 ta tomonga qo'l uzatgan bo'lsa, demak u sp3 gibridlanishga ega. Alkallarda gibridlanishlar qanday bo'ladi? Alkallarda faqat sp3 gibridlanishlar mavjud. Demak, alkallarda faqat sp3 gibridlanish mavjud. Biz alkallar tarkibidagi sp3 gibridlangan atomlarni topmoqchi bo'lsak, oddiygina formulaga e'tibor qarasak yetadi. Ya'ni alkallardagi sp3 orbitallar sonini topish uchun biz alkandagi uglerodlar sonini tomonlar soniga ko'paytiramiz. Ya'ni shunchaki 4 ga ko'paytiramiz. Shu orqali alkallardagi sp3 gibrid orbitallar sonini topamiz. Endi ular tarkibida testlarda so'ralishi mumkin, s orbitallar soni so'ralishi mumkin. S orbitallar soni alkallarda vodorodlar soniga teng bo'ladi. Vodorodlar soniga teng. Xo'sh, misol ko'raylik. Misol S4 H10 molekulasidagi sp3 orbitallar soni va s orbitallar sonini so'raydigan bo'lsa testda, tepadagi formulaga qarasak, uglerodlar sonini 4 ga ko'paytirish orqali topolsak bo'lar ekan. Demak, biz alkan tarkibi butan. Tarkibida 4 ta uglerod bor. Ana shu uglerodlar sonini formuladagi 4 ga ko'paytiramiz. 16 ta. Demak, tarkibida 4 ta uglerod saqlagan alkallarda 16 ta sp3 gibrid orbitallar bor. Vodorodlar, ya'ni s orbitallar soni so'ralsa, vodorodlar soniga teng. Tarkibida 10 ta vodorod bormi? S orbitallar soni ham 10 tani tashkil qiladi. Undan tashqari bizda
Undan tashqari bizda alkallarni galogenli birikmalari ham kelib qolishi mumkin. Ya'ni 1 2 3 4. Galogenli birikmalar kelib qolsa, ular tarkibidagi sp3 va s orbitallar soni qanday topiladi? sp3 orbitallar sonini topish oson. O'zi organik birikmalarda galogen tutgan bo'lsa, galogenlar ham xuddi uglerodlar singari sp3 gibridlanishga ega bo'ladi. Ya'ni biz uglerodlar sonini sanaymiz. 1 2 3 4 ta uglerod. Mana bu galogen molekulasi ham uglerod singari gibridlanishga ega bo'lganligi uchun biz jami atomni 5 ta deb olamiz va formula orqali 4 ga ko'paytiramiz. Natijada tarkibidagi sp3 orbitallar soni kelib chiqadi. 20 ta sp3 bor. S orbitallar sonini topmoqchi bo'lsak, uglerodda qolgan valentliklarini to'ldirish orqali topolsak bo'ladi. SH, SH2, SH3. Vodorodlar soni 6. 3 ni qo'shsak 9. Demak, 9 ta s orbital bor. Ya'ni vodorodlar soniga teng. Bu gibridlanishi. Endi keyingisi ma'lumot. Shakli. Alkallarni deyarli ko'pchiligi uchun shakl tetraeder shaklini beradi. Burchagi esa (109.28 gradus ostida bo'ladi. F ma'lumot. Hozir biz faqat umumiy tushunchalarni maydalab ko'rib chiqyapmiz. Oksidlanish darajasi. Oksidlanish darajasini topish uchun biz quyidagi ma'lumotlarga ega bo'lishimiz kerak. Ya'ni organikada vodorod atomi +1 oksidlanish darajasiga ega bo'ladi. Galogenlarni oxirida ko'rib chiqamiz. Kislorod atomi -2 oksidlanish darajasiga ega bo'ladi. Uglerod atomi -4, -3, -2, -1, oddiy modda holatida 0, +1, +2, +3, +4. Ya'ni jami uglerod organikada 9 xil oksidlanish darajasiga ega bo'ladi. Keyin bizda organikada yana galogenlar ham keladi. Galogenlar organik birikmalarda qanday oksidlanish darajasini namoyon qiladi? O'z galogenlarga kimlar kiradi? Ftor kiradi, xlor kiradi, brom kiradi va yod kiradi. Hammasi uchun oksidlanish darajasi -1 bo'ladi. Demak, galogenlar organik birikmalarda -1 oksidlanish darajasiga ega bo'ladi. Biz organik birikmalarda oksidlanish darajasini topishda ikki xil yo'l bilan, ya'ni ikki xil usuldan foydalanishimiz mumkin. Birinchi usul, ikkinchi usul. Birinchi usul qanday? Bu albatta testda oksidlanish darajasini so'ralishiga qarab ishlatamiz. Bizda berib qo'yadi S5H12, ya'ni pentan molekulasidagi uglerodlarning oksidlanish darajasi so'ralishi mumkin. Bizda qisqagina qoida bor, esda qoladigan. Uglerodlarning oksidlanish darajasi vodorodlar soniga teng bo'lib, manfiy bo'ladi degan qoida orqali chiqarib olsak bo'ladi. Bu molekula tarkibida vodorod soni 12 ta. Demak, mana shu 5 ala uglerod uchun jami oksidlanish darajasi vodorodlar soniga teng bo'lib, manfiy bo'ladi. Yoki boshqa molekula. Aytaylik, propan molekulasidagi
uglerodlarning oksidatsiya darajasi so'raladigan bo'lsa, vodorodlar soniga teng bo'lib manfiy bo'ladi. Nechta vodorod bor? 8 ta vodorod bor. Mana vodorodlar soniga teng bo'lib manfiy bo'ladi. Bizda boshqacha yo'nalishda so'rashi mumkin ikkinchi usulimiz T usuli. Demak, T usuli. Bu usul organikada ham bor. S2H6 molekulasidagi uglerod uchun oksidatsiya darajasi topmoqchi bo'lsak, T usulidan foydalanamiz. T usuli bu minuslar va plyuslar yig'indisi 0 ga teng bo'lgan qiymatni ifodalaydi. Ya'ni molekula uchun oksidatsiya darajasi yig'indisi doim 0 ga teng bo'ladi. 0 ga teng bo'lish uchun biz plyuslar yig'indisini minuslar yig'indisiga tenglashimiz kerak. Bu yerda ikkita uglerod uchun umumiy oksidatsiya darajasi noma'lum, lekin vodorodniki aniq. Vodorod organik birikmalarda +1 oksidatsiya darajasiga ega bo'ladi. Bu yerda 6 ta vodorod bor. +1 da 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 6 ta vodorod uchun oksidatsiya darajasi +6. Biz +6 ni 0 qilishimiz uchun albatta bizga -6 kerak bo'ladi. Bu -6 esa ikkita uglerod atomiga tegishli bo'ladi. Mana shu ikki xil usul orqali ko'rish. Endi bizga hozirgi holatda birinchi usul qulayroq desak ham bo'ladi. Bu empirik formulaga nisbatan. Agar bizda tuzilish formulasi berilsa-chi, unda qanday topamiz? Masalan, propan molekulasini olaylik. S3H8. Tuzilish formulasi SH3 SH2 SH3. Agar men buni birinchi uglerod, buni ikkinchi uglerod, buni uchinchi uglerod deb oladigan bo'lsam, savollarda so'rashi mumkin. Aynan birinchi uglerodda oksidatsiya darajasi nechiga teng, ikkinchi uglerodda oksidatsiya darajasi nechiga teng yoki uchinchi uglerodda oksidatsiya darajasi nechiga teng degan savollar keladi. Ya'ni alohida uglerodlar uchun so'raladi. Bunda ham birinchi usul singari uglerodning oksidatsiya darajasi vodorodlar soniga teng bo'lib manfiy bo'ladi degan qoida orqali ishlasak bo'ladi. Bu qoidani ishlatishda albatta mana bu SH3 ni biz alohida oila sifatida olamiz. Mana buni alohida oila, SH2 ni alohida oila, mana bu SH3 ni ham alohida oila sifatida ko'rib oksidatsiya darajasini topamiz. Ikkinchi uglerod uchun oksidatsiya darajasi topmoqchi bo'lsak, vodorodlar soniga teng bo'lib manfiy bo'ladi. Vodorod ikkitami? Demak, vodorodlar soniga teng bo'lib manfiy bo'ladi degan qoida orqali chiqarib olsak bo'ladi. Albatta bu qulayroq usul. Keyingi ma'lumotga o'tamiz. Keyingi bo'lim formula turlari. Formula turlari. Bizda aynan organikada tushunarli bo'lish uchun 3 ta formula turidan foydalanamiz. Ular qaysilar? Birinchi formula turi molekulyar formula hisoblanadi. Molekulyar formulada molekula tarkibida qaysi atom borligi va uni nechta ekanligi ko'rsatib turiladi. Demak, molekula tarkibida molekulyar formulada biz nimani aniqlaymiz? Molekulyar formula qaysi atomdan nechta borligini ko'rsatib turadi. Ikkinchi formula turi yarim yoyiq formula turi hisoblanadi. Demak, yarim yoyiq formula. Yarim yoyiq formulada faqat uglerod orasidagi bog'larni ko'rish mumkin bo'lgan formula hisoblanadi. Uchinchisi esa yoyiq formula. Yoyiq formulada ham uglerod orasidagi bog'larni ko'rishimiz mumkin, ham uglerod-vodorod orasidagi bog'larni ko'rishimiz mumkin.
Endi buni alkallarga targ'ib qilib ko'ramiz, ya'ni mos tushyaptimi yo'qmi. Xo'sh, nomi molekulyar formula, yarim yoyiq formula va yoyiq formula. Metan uchun ko'rib chiqamiz. Metan S2H6 etan, S3H8 propan va S4H10 butan molekulasi uchun ko'rib chiqamiz. Endi xo'sh, etan molekulasiga keladigan bo'lsak, mana bu yerda nom emas, molekulyar formula deb yozishimiz kerak edi. Metan, etan, propan, butan. Metanning molekulyar formulasi SH4, etandiki S2H6, propandiki S3H8, butandiki S4H10. Yarim yoyiq formulani ko'rib chiqamiz. Bizda organikada uglerod bilan uglerod o'zaro bir-biri bilan bog' hosil qila oladi. Mana bu etan molekulasida ikkita uglerod bor. Biz mana shu ikkita uglerodni o'zaro bir-biri bilan bog'lay olamiz. Yoki propan molekulasi. Propan molekulasida 3 ta uglerod bor. 3 ta uglerodni o'zaro bir-biri bilan bog'lay olamiz. Yoki butan molekulasi. Butan molekulasida 4 ta uglerod bor. 4 ta uglerodni o'zaro bir-biri bilan bog'lay olamiz. Endi organikada yana bitta ma'lumot, uglerod atomi doim 4 valentli bo'ladi. Uglerod atomi doim 4 valentli bo'ladi. Hozir mana bu uglerod atomi, mana bu belgilab turgan uglerod atomi o'zida bitta bog' tutib turibdi. Ya'ni hozirgi holatda bu 1 valentli, uni 4 valentli qilishimiz uchun biz vodorod atomidan foydalanamiz. Ya'ni unga 4 valentli qilish uchun 3 ta vodorod kerak. Yoki mana bu uglerod atom. Bu ham o'zida bitta bog' bor. Uni 4 valentli qilish uchun albatta 3 ta vodorod kerak bo'ladi. Pastga tushadigan bo'lsak, propan molekulasi. Mana bu uglerod hozirgi holatda 1 valentli, uni 4 valentli qilish uchun, valentligini to'ldirish uchun vodoroddan foydalanamiz. O'rtadagi uglerod esa unda ikkita bog' bor. Bu degani hozirgi holatda u 2 valentlik namoyon qilib turibdi. Biz uni 4 valentli qilish uchun unga ikkita vodorod atomi beramiz. Buni ham 3 ta vodorod bersak, mana 3 ta, 2 ta, 2 ta, 2 ta. 4 valentli qilib oldik. 2 ta emas, mana bunga 3 ta beramiz. Mana shu ko'rib turganlari yarim yoyiq formula. Bu yerda faqat uglerod orasidagi bog'lar ko'rinib turibdi. Endi yoyiq formula. Mana bu yerda metan molekulasi qoldi. Metan molekulasi uchun yarim yoyiq formula yo'qmi desa, yo'q. U uchun bunday formula yo'q. Nimaga? Chunki bu molekulada faqat bitta uglerod atomi mavjud. Yarim yoyiq formulani ifodalash uchun uglerod orasidagi bog'ni ko'rsatishimiz kerak. Unda faqat bitta vodorod borligi uchun yarim yoyiq yo'q. Endi yoyiq formulani hosil qilmoqchi bo'lsam, bitta uglerodda 4 ta vodorod bor. Vodorodlarni ham yoyib chiqamiz mana. Propan molekulasi uchun mana bunday holatda turibdi. Mana bu uglerodda 3 ta vodorod bor. Uchala vodorodini yoyamiz. Bunda ham 3 ta vodorod bor. Vodorodlarni yoyamiz. Mana shu formulaga e'tibor bersanglar, ham uglerod orasidagi bog'lar, ham uglerod-vodorod orasidagi bog'lar ko'rinib turibdi. Bunday formulani biz yoyiq formula deb ataymiz. Endi davom etamiz. Keyingi bo'lim uglerod lamchiligi. Uglerod lamchiligi.
Endi biz uglerod lamchiligini oddiy qoida orqali yozsak ham bo'laveradi yoki mana bizda uglerodda qanday lamchiliklar bor? Birinchisi, uglerodda agar uglerod bitta uglerod bilan bog'lansa, aytaylik mana bu uglerod faqat bitta uglerod bilan bog'lansa yoki u SH3 bo'lsa, birlamchi uglerod deyiladi. Birlamchi uglerod atomi deyiladi. Birlamchi. Mana bu uglerod ham birlamchi, bitta uglerod bilan bog'lanyapti. Mana bu uglerod ham birlamchi, faqat bitta uglerod bilan bog'lanyapti. Ikkinchisi, agar uglerod ikkita uglerod bilan bog'lansa, ya'ni aytaylik mana bu uglerod mana bitta bilan yana bitta bilan. Mana bu o'rtadagi uglerod ikkita uglerod bilan bog'lanyapti. Shuning uchun biz buni ikkilamchi deb ataymiz. Ikki chekkadagilari faqat bitta uglerod bilan bog'langanligi uchun bular birlamchi uglerod atomi deyiladi. Yoki agar u SH2 bo'lsa, ikkilamchi deyiladi. Hozir ikki xil holatni ifodalab ketyapman. Uchinchisi, agar uglerod atomi mana bunday holda 3 ta uglerod bilan bog'langan bo'lsa, uchlamchi uglerod deyiladi. Ya'ni qo'shnilari soni 3 ta. 1, 2, 3. Mana bu uglerodda 3 ta uglerod qo'shnisi borligi uchun biz buni uchlamchi deymiz. Atrofidagilar esa ikkilamchi deyiladi. Yoki yana bitta misol qilib olaylik. 1, 2, 3 deylikda. Bunga bitta galogen ulab qo'yaylik, biron. Bunda o'rtadagi uglerod nechlamchi uglerod hisoblanadi desa, go'yoki mana bu birinchi yozgan misolimiz kabi 3 ta atom bilan bog'lanyapti. 3 ta atom bilan bog'lanyapti, lekin lamchilikni berish uchun uglerod faqat uglerod bilan bog'langanligi hisobga olinadi. O'rtadagi uglerod faqat ikkita uglerod bilan bog'langan. Shuning uchun biz buni uchlamchi emas, ikkilamchi uglerod atomi deb ataymiz. Yoki uchlamchi bo'lish uchun SH formulaga ega bo'lish kerak. Uchlamchi. To'rtlamchi uglerod atomi. To'rtlamchi uglerod bo'lish uchun bitta uglerod 4 uglerod bilan bog'langan bo'lish kerak. Mana bu shaklda. O'rtadagi uglerod to'rtlamchi uglerod deyiladi. Mana to'rt burchakka olib qo'ydim. Chekkadagilar esa birlamchi. Yoki shunchaki bitta uglerodni o'zi bo'lsa, ya'ni o'zida vodorod atomi saqlamasa, bu to'rtlamchi uglerod atomi deyiladi. To'rtlamchi. Bu uglerod lamchiligi. Endi bitta misol ko'rib o'tamiz. Misol. 1, 2, 3, 4, 5, 6 desak. Shu molekula tarkibidagi birlamchilar soni, ikkilamchilar soni, uchlamchilar soni yoki to'rtlamchilar soni topishimiz kerak. Bunda o'ng tomondan kelsak, mana bu o'rtadagi uglerod, mana to'rt burchakka olib qo'yapman. O'zi 4 uglerod bilan bog'langan. Shuning uchun bu uglerodni to'rtlamchi deymiz. Bunaqa to'rtlamchi uglerod faqat bitta. Endi uchlamchi uglerodni qidiramiz. Mana bu uchlamchi uglerod, mana 3 burchakka olib qo'yapman. Uchlamchi uglerod atomi. O'zi bilan 3 ta uglerod bog'lanyapti. Bunaqa uglerod atomi ham bitta. Endi ikkilamchi bo'lish uchun ikkita bilan bog'lanishi kerak.
ikkilamchilarga kimlarni misol qilsak bo'ladi? Mana ikkilamchilar dumaloq qolib qo'yibman. Bitta ikkilamchi bor. Ikkita ikkilamchi bor. Boshqa ikkilamchi yo'q. Demak, ikkilamchilar ikkita. Qolgan barchasi birlamchi uglerodlar hisoblanadi. 1 2 3 4 5. 5 ta to'rtlamchi uglerod atomi bor. Endi biz qo'shimcha ma'lumot ko'rib chiqamiz. Qo'shimcha ma'lumot. Agar alkan bitta uchlamchi uglerod atomi saqlasa, izo olt qo'shimchasini oladi. Agar alkan bitta uchlamchi uglerod atomini saqlasa, izo olt qo'shimchasini oladi. Aytaylik, butan molekulasi S4H10. O'zi butan molekulasining tuzilishi normal holatda xuddi shunday bo'ladi. Biz buni bitta uchlamchi uglerod saqlash uchun tarmoqlashimiz kerak. Tarmoqlasak, mana bunday holatda bitta uchlamchi uglerod atomini saqlayapti. Endi mana buni nomi butan. Butan. Bizga aytilganki, agar shu alkan o'zida bitta uchlamchi uglerod atomini saqlasa degan, shu alkan nomi oldiga izo qo'shimchasini oladi. Demak, mana bu o'zida bitta uchlamchi uglerod saqlayapti. Tegishli alkan nomiga izo olt qo'shimchasini beramiz. Izo butan. Keyingi holat. Agar alkan o'zida bitta to'rtlamchi uglerod atomini saqlasa, neo olt qo'shimchasini oladi. Aytaylik, S5H12 pentan molekulasi. Normal holatdagi tuzilishi pentan. Bitta to'rtlamchi uglerod atomi saqlash uchun bitta uglerod o'zining atrofida 4 ta uglerod bilan bog'lanishi kerak. Jami uglerodlarni hisoblasam ham 5 ta pentanga to'g'ri keladi. Bitta to'rtlamchi uglerod atomi bor. Endi men shu moddani nomlamoqchi bo'lsam, qoida bo'yicha bitta to'rtlamchi uglerod saqlasa, neo olt qo'shimchasini oladi. Ya'ni neo pentan. Yoki 6 talikni olaylik. S6H14. 1 2 3 4 5 6. Geksan molekula nomi geksan. Buni ham bitta to'rtlamchi uglerod hosil qilish uchun bitta uglerodning atrofiga 4 ta uglerodni ulab olamiz. Endi dastlabki molekulaga qarasak 6 ta uglerod, lekin biz yozganimizda 5 ta. Chekkaga yana bitta ulab qo'ysak, jami 6 ta uglerod bo'ladi. Lekin o'zida biz aytgandek bitta to'rtlamchi uglerod atomini saqlab turibdi. Bitta to'rtlamchi saqlaganligi uchun nom oldiga neo olt qo'shimchasini oladi. Neo geksan. Neopentan, neogeksan, neogeftan. Xuddi shunday shaklda yozsak bo'ladi. Endi keyingi ma'lumot radikallarni hosil qilish va nomlash. Keyingi bo'lim. Radikallarni hosil qilish va nomlash. O'zi radikal nima? Radikal o'zi alkan tarkibidan, alkanning umumiy formulasini SnH2n plus 2 deb oladigan bo'lsak, alkan tarkibidan bitta vodorod atomi chiqib ketishi natijasida hosil bo'ladigan faol zarracha hisoblanadi. Alkan umumiy formulasi SnH2n bo'lsa, 2n plus 1. Mana bu yerdagi o'zgarishga e'tibor bersalaring, mana bu plus 2 edi. Mana bu yerda plus 1, ya'ni bitta vodorod atomini yo'qotyapti o'zidan. Mana bu yerda bitta vodorod atomi chiqib ketyapti. Natijada alkandan hosil bo'lgan radikal uchun umumiy formula hosil bo'lyapti. Biz radikalni katta R harfi bilan ifodalasak bo'ladi. Keyin radikallarda albatta bitta chiziqchasi bo'lishi kerak. Agar biz chiziqcha qo'ymasak, u radikal hisoblanmaydi.
Ya'ni chiziqcha nima? Yoki bitta toq elektron bilan ifodalab qo'ysak ham bo'ladi. Boshlang'ich o'rganadiganlar uchun chiziqcha bilan ifodalaylik. Alkanlarning nomlash tartibi qanday bo'ladi? Nomlash tartibi radikallarni. Nomlash tartibi shuki, alkandagi an qo'shimchasi il qo'shimchasi bilan almashadi. Ya'ni misol qilib olaylik, metan tarkibidan bitta vodorod atomini chiqarib olsak, uni radikali hosil bo'ladi. Aynan metandan hosil bo'lgan radikal. Bitta vodorod yo'qotyapti. Biz mana bu alkan nomini metan deb oladigan bo'lsak, mana shu yerdagi an qo'shimchasi ilga almashishi kerak. Metil. E'tibor bersanglar almashishi. Mana bu yerga chiziqcha qo'yib qo'yamiz. Yoki S2H6 etan molekulasi. U ham bitta vodorod atomini yo'qotsa S2H5 chiziqcha hosil qiladi. Buni nomi alkan uchun etan, an qo'shimchasini ilga almashtirsak etil, ya'ni radikalni nomi hosil bo'laveradi. Kattaroq radikallarni hosil qilmoqchi bo'lsak, boshqacha holatlarda bo'ladi. S3H8 propandan bitta vodorod atomi chiqib ketsa, S3H7 chiziqcha hosil bo'ladi. Biz buni ikki xil variantini ko'rib chiqishimiz mumkin. Qanday varianti? S3H7 ni varianti. Radikallar ham izomerga egada. Birinchi holat 3. Agar uglerod chekkadagi ugleroddan chiqib ketsa, buni nomi propil deyiladi. Propil radikali. Ikkinchi holati, agar vodorod o'rtadagi ugleroddan chiqib ketadigan bo'lsa, go'yoki tepada aytganimizdek, mana bu uglerod uchlamchi holatga kelib qoladi-da, izo alt qo'shimchasini oladi. Izopropil. Endi S4H10 dan hosil bo'lgan radikal uchun ko'rib chiqamiz. S4H9. Buni 4 xil varianti bor. Aynan qaysidan hosil bo'lganligiga e'tibor qaratishimiz kerak. Birinchi holat 1, 2, 3, 4. Agar mana shundan hosil bo'lgan radikal bo'lsa, bundan ham ikkita hosil qo'yaylik. Uglerod qayerlardan chiqib ketishi mumkin? 4 uglerod bor. Agar uglerod eng chekkadan chiqib ketsa, butil radikali nomini oladi. Butil. Uglerod ikkilamchi vodoroddan chiqib ketadigan bo'lsa, aytaylik ikkilamchi vodorod, eng chekkadagilar birlamchi, o'rtadagilar ikkilamchi. Mana bu ikkilamchi ugleroddan chiqib ketsa, vodorod atomi bu ikkilamchi butil nomini oladi. Keyingi holat tarmoqlangan holati bor. Ya'ni izobutan. Agar vodorod atomi chekkadagi ugleroddan chiqib ketadigan bo'lsa, o'zi buni nomi izobutan edi. U hosil qilgan radikal esa izobutil bo'ladi. Izobutil. Keyingi holat. Agar uchlamchi ugleroddagi vodorod atomi chiqib ketadigan bo'lsa, to'rtlamchi uglerod bo'ladi-da. To'rtlamchi deyman, uchlamchi ugleroddan chiqib ketyapti-ku. Uchlamchi butil. Uchlamchi butil nomini oladi. Men nazariyni ham tashab qo'yaman. Nazariylarni ham keltirilgan, yodlashda oson usuli.
Bu radikallar izomeriyasi bilan nomlanishiga yana qaytamiz.